Ko'pincha yosh bolalar, o'smir davridagi bolalar yozishadi, u yuzimni ugri toshib ketyapti, allergiya toshyapti, organizm iflosligidan yuzaga keladi bu narsalar. Kosmetologga borib har xil qimmat-qimmat uhodlarni oldim, foyda bo'lmadi deyishadi. Sizlarga men birinchi beradigan maslahatim organizmni uborka qilishdan boshlashinglarni tavsiya etaman. Chunki mikrofloradagi ifloslik, jigardagi iflosliklar va o't qopini buzilishi bular sizni yuzingizga dog' tushishiga, badaningizdan ugrilar, yaralar, toshmalar, allergiyalar chiqishiga sabab bo'ladi va yuz holatlarida yiringli ugrilar chiqishini yuzaga keltirib chiqaradi. Hech qanday yuzingizga beriladigan muammo organizmni tashqi muhitdan bo'lmaydi. Bu organizmni ichdan keladigan muammolar hisoblanadi. Bizani ko'p insonlarimiz ko'proq tashqi tarafga qarab uhodlar bilan buni yaxshilamoqchi bo'ladi. Har qanday holatda men detoks tavsiya etaman. Bu bo'lmasdan oldin ham detoks ichishingizni